Hammaga xayrli kun. Akalarim, ushbu laboni ramasini usulit qilish uchun olib qoldik. Har doim eslatib o'tishdan charchamayman, akalar. Mana shu narsani qo'ymanglar. Bu ramani kushandasi-yu, akalar. Akamiz ham shuni qo'yib olib, yuqortib yurar ekanlar. Balon kriloga tegmayapti deb xursandlar. Mana bu yoqda shuncha ish bo'lib ketgan ekan, xabarlari yo'q. Mana ramalari уже 2 ga bo'linish darajasida turibdi. Kamerada bilmadim qanchalik ko'rinyapti. Taylarini tiqib yuborgan, ya'ni ichiga kirib ketgan akalar. Kimga shunaqa rama usulit xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri joylashgan bizning manzilimiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, pastda nomer qo'yib qo'yamiz. Mana shu boshidan boshlab to oxirigacha usti kirishkalari ochiladi, sverrit qilib, zavodskoy holatda qanday hozir turgan bo'lsa, ish bitgandan keyin, ramasi usulit bo'lgandan keyin ham xuddi shu holatda bo'ladi. Okalar, bemalol aloqaga chiqinglar. Ushbu videoni ustaxona qidirib yurgan, tent qildiraman degan, ramasini usulit qilishim kerak degan yaqin og'aylaringiz bo'lsa, ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Kuninglar yaxshi o'tsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.